Pop tumani birinchi sport maktabidan murabbiyman. Shogirdim Sarvarbekni olib keldim imtihon topshirishga. Hozir amaliylarni o'tdik. Shaffof o'tdi, yaxshi o'tdi. Natijalar zo'r, xudo xohlasa. Shpar yengillatadigan, parastol hammasiga sharoit yaratilgan. Yaxshi topshirdi. Pop tumani birinchi sonlik sport maktabida 3 yildan beri shug'ullanib kelaman. O'zbekiston chempionatlarida faxrli birinchi, ikkinchi o'rinlarni olib, hozirgi paytda Namangan davlat pedagogika instituti imtihoniga saylovga keldim. Natijali qo'l to'pi bo'yicha 37 metr va uzunlikka sakrash bo'yicha 205 metr. Kayfiyatlar zo'r, taassurotlar zo'r. O'zim tengqurbollarga o'qishga kirib ketishidan omad tilayman. Shu qatorda o'zimga ham institutga kirib yaxshi o'qib, o'zimni domla qadamlar bo'lishga havas qilaman.